Konservatoriya professorlari, marhamat, so'z sizga. Nimalarni eslaysiz, qanday xotirlaysiz G'anijon akani? Birinchidan bu G'anijon aka bu tarixiy shaxs. Eslasam, G'anijon akam bilan shu radio, televideniya qoshida ishlaganmiz birga. Men yosh yigitman. G'anijon aka do'ppini qiyshaytirib shunaqa yurardilar. Shunaqa bir fikr tug'ilib qoldiki, shu televideniya, radioda shu dutorchilar ansambli tashkil qilish kerak. E'lon qilingan. Shu e'lon bo'yicha qizlar qatnaganlar. Chiroyli bo'lish kerak. Ovozi yaxshi bo'lish kerak. Raqsga tusha oladimi? Ashula ayta oladimi? Dutor chertsami? Doira. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, hozir mana shu yerda dutorchilarimiz o'tiribdilar. Qizlarimiz G'anijon aka bir-birini anaqa ajratib terdilar. Men endi ko'proq shu yordam tariqasida yonlarida o'tirganman. Bir narsani aytmasam bo'lmaydi. Bu G'anijon akani bilgan narsalar hech kim bilmasdi. Birinchidan g'ijjaychi applikatura degan chap qo'l harakati G'anijon akada, yana Nabijon Hasanovda, yana mana bu kishida Tursunboyda Uyg'ur ansamblida rahbarlik qilganlarda. Mana keyin dutorchilar ansamblida ko'p asarlarga yo'l bergan. Ularga repertuar topgan. Eldor Sarvarovich ko'p yillar mobaynida O'zbekiston davlat televideniya va radio badiiy jamoalarini rahbari bo'lib ishladilar. Ana shu yerda o'sha jarayonda o'sha Uyg'ur ansamblini ham ko'rdilar. Ana shu dutorchi ansamblida, keyin yana maqomchilar ansambli, keyin orkestr, xalq cholg'u orkestrlari. Ana shu keyin o'sha radio televideniyada ishlab turib, kompozitorlar uyushmasiga a'zo bo'lib kirganlarni mehmonlarimiz aytib bersin. Bugun juda tabarruk kun. Chunki xalqimizda shunaqa gap borki, buyuk insonlarning umri